Terror ta'sirida parokanda bo'lgan oila. Ijtimoiy tarmoqlar bugun har birimizning hayotimizning ajralmas qismiga aylanib, og'rimizni yengil, uzoqimizni yaqin qilmoqda. Ammo ayrim kimsalar undan o'zlarining g'arazli maqsadlari yo'lida ham foydalanishmoqda. Xususan bugun yangi jinoyat turi bo'lgan kiber jinoyatchilik, ayniqsa kiber firibgarlikdan ko'pchilik ishonuvchan fuqarolar jabr ko'ryapti. Eng xavflisi xalqaro terroristik tashkilotlar vakillari ham ijtimoiy tarmoqlar orqali turli bahonalar bilan G'azodagi mazlumlarga yordam berishni ro'kach qilib yoki soxta xayriya aksiyalarni tashkil etish yo'li bilan o'z faoliyatlarini moliyalashtirish maqsadida pul yig'ayotganliklari achchiq haqiqat. Achinarlisi yetarli dunyoqarashga ega bo'lmagan, diniy savodxonligi hamin qadar bo'lgan, oqni qoradan ajrata olmaydigan yoshlarimiz ularning tuzog'iga tushib, o'z atrofdagilarni, hatto yaqin qarindoshlarini ham jinoyat ko'chasiga olib kirishmoqda. Buxoro shahrida yashovchi 1999-yilda tug'ilgan shaxs yot g'oyalar ta'sirida 2019-yilda Suriya davlatidagi Tavhid va jihod katibasi xalqaro terroristik tashkiloti safiga borib qo'shiladi. U jangarilar safida faoliyat olib borish bilan birga ijtimoiy tarmoqlar orqali turli bahonalar bilan boshqalardan pul yig'ib, terroristik tashkilotning moliyaviy ta'minotini yaxshilashga ko'maklashadi. 2021-2025 yillar davomida mazkur shaxs internet tarmog'i orqali o'zbekistonlik fuqarolar bilan muloqotga kirishib, ularni kriptovalyuta ko'rinishida pul mablag'lari yuborishga da'vat qiladi va natijada katta miqdorda pul yig'ishga muvaffaq bo'ladi. Hozirda uning aldovlariga uchib turli miqdorda pul yuborgan 8 nafar shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 155-prim 3-moddasi, ya'ni terrorizmni moliyalashtirish aybi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Shuningdek, u o'zining qabih ishlariga Buxoroda istiqomat qiluvchi 1965-yilda tug'ilgan o'z otasini ham jalb qiladi. Ota esa o'g'lining izmidan chiqmasdan uning aytganlarini bajaradi. Xususan 2022-2025-yillar davomida ota Binance xalqaro kripto birjasi orqali jami 13597 USDT kriptovalyutasini, ya'ni hozirgi kun hisobi bilan 167 million so'm miqdoridagi pul mablag'larini o'g'liga yuboradi. Kripto birja orqali jo'natganman, chunki unga pasporti ham yo'q, uni kartasi, hech narsa yo'q. O'zim menga aytgan, kripto birjaga kirasiz, ana shunday shu adresga, u adres beradimi, shu adresga yuborganman. 2022-yil 13-aprel kunidan 2023-yil 14-fevral kuniga qadar o'zining mavjud pul mablag'larini kriptovalyutaga aylantirgan holda ularni Suriya Arab Respublikasi hududidagi Tavhid va jihod nomli terrorchilik tashkiloti faoliyat yuritayotgan o'g'li nomiga ochilgan Binance xalqaro kripto birjasidagi akkauntiga yuborish orqali terrorizmni moliyalashtirgan. Takroran o'zining xorijga chiqish biometrik pasportidan foydalanib, xalqaro Binance nomli kripto birjada akkauntni yaratgan holda 2023-yil 21-fevraldan 2023-yil 25-may kuniga qadar o'zida mavjud bo'lgan pul mablag'larini kriptovalyutaga aylantirgan holda yuborish orqali terrorizmni moliyalashtirgan. Afsuski, u o'z farzandini terrorchilar safidan qaytarib, o'zga yurtda xor-zor bo'lishdan, hatto ayanchli tarzda o'lim topishdan asrash, bu borada atrofdagilardan, huquq-tartibot idoralaridan yordam so'rash o'rniga uning jinoiy faoliyatini muntazam qo'llab-quvvatlab keladi. Pulni berdim, u chiqib Toshkentga ketdim deb chiqib ketdi. O'g'liz pulni olib Suriyaga ketgan. Ta'kidlash lozimki, terrorchi o'g'liga ko'makdosh bo'lgan ota muqaddam diniy ekstremizm va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan materiallarni tarqatish bilan shug'ullanganligi uchun 2019-yilda huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'lga olinib, Jinoyat kodeksining 244-prim 1-moddasiga asosan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan. 2023-yilning yanvar oyida esa Buxoro shahar sudining ajrimi bilan u shartli ravishda ozod qilingan. Telefon orqali internetlarga kirib, xatochilikka yo'l qo'yib, adashib ketganman. Haqiqatan men tan olaman. Ularni ko'rib boshidaman, ularni haq deb o'ylab, noto'g'ri yo'lga kirib ketganman. Lekin u davlat tomonidan o'ziga nisbatan ko'rsatilgan insonparvarlikning qadriga yetmasdan, bildirilgan ishonchni suiiste'mol qilgan holda Suriyadagi jangarilar safida bo'lgan o'g'liga muntazam pul yuborib, terrorchilar faoliyatini moliyalashtirib kelgan. 2022-yil, 2025-yil davomida men Rossiyada ishlaganman. O'sha yerdan pul jo'natib turganman. Bu jinoyat bu. Bu yerda o'g'lim turgan joyda jang bo'lyapti, terroristlar bor. Men pul jo'natganman.
Agar sarflayotgan pulingizni beva, bechora faqirlarga, insonlarga foyda, manfaat uchun bo'ladigan bo'lsa, bilingki pulingiz halol. Agar o'sha sarflaydigan pulingiz yovuzlikka, buzg'unchilikka, isyonga, fitna fasodga, mana shunday xunrezliklarga sarflanadigan bo'lsa, u harom ustiga harom bo'ladi. Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari natijasida 1965-yilda tug'ilgan fuqaroning harakatlariga chek qo'yilib, jinoyat ishi qo'zg'atildi. Buxoro shahar sudining hukmi bilan u Jinoyat kodeksining 155 prim 3-moddasi 2-qismi A bandi va 278 prim 8-moddasi 2-qismi A bandida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topilib, 10 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Uning o'g'li esa Jinoyat kodeksining 244 prim 1, 244 prim 2, 155 prim 2, 155 prim 3-moddalarida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganligi uchun unga nisbatan qidiruv e'lon qilindi. Haqiqatdan ham jinoyat qilganman. Prezidentdan ham xalqimizdan uzr so'rayman. Pushaymonman. Qilgan jinoyatimni anglab yetdim. Menga o'xshab bilmagan joylarga pul jo'natib xato qilib qo'ymasinlar. Har bir jinoyatning jazosi bor. Agar men shu xatolarni qilmaganimda qamoqxonalarda o'tirmasdim, oila a'zolarimning bag'rida, ularning tarbiyasi bilan shug'ullanib, tinchgina yashab yurgan bo'lardim. Oiladagi nosog'lom muhit izlanib, harakat qilib, hayotda o'z o'rnini topmaslik oqibatida endilikda ota umrining bir qismini qamoqxonada o'tkazsa, noqobil o'g'il terrorchi jangarilar safida xor-u-zor bo'lib, sarson sargardon bo'lishi tayin. Bugun ko'zlari ko'r, quloqlari kar bo'lib, ana shu o'zga yurtlarda turib da'vat qilayotgan vatangadolar, nodonlar, badbaxtlarni suhbatlarini eshitib, ularni ko'r-ko'rona qilayotgan amru ma'ruflarga uchib, nodonlarcha adashayotganlar ham xuddi ana shu shayton alayhi la'nani maqomida turadi. Hurmatli ota-onalar, farzandlaringiz tarbiyasiga e'tiborli bo'lib, ularni jamiyatga foydasi tegadigan, vatan koriga yaraydigan shaxslar qilib voyaga yetkazing. Ayni shu bilan bir qatorda qonun oldida barcha birdek javobgarligini unutmang. Zero har qanday jinoyatga jazo muqarrar.